We are Siamese, if you please. Hech qachon ularni sahifasiga kira ko'rmang. Ayniqsa kechqurun yoki uxlashingizdan oldin. Men yaqinda ularni sahifasiga tasodifan duch kelib qoldim va bu oxirgi paytda men ko'rgan eng g'ayrioddiy sahifalardan biri edi. Ularni boshqa videolarini ko'rganingizda o'zingizni qanaqadir g'alati his qilishdan boshlarkansiz. Bir qarashda hech qanaqa g'ayrioddiy holatlarni sezmasligingiz mumkin. Shunchaki musiqalarga raqsga tushayotgan qizlarning videosini ko'rishingiz mumkin. Eng qo'rqinchli joyi esa qizlarning har bitta videosida ularning bo'yni uzunligi g'ayrioddiy ravishda o'zgarar ekan. Bu holat shunchalik sezilarliki, ular har bitta videosida xuddi boshqa odamga aylangandek tuyuladi. Ular o'zlarini Evelina va Lola egizaklari deb atashar ekan. Ularning videolarini kommentariyasidagi fikrlarga ko'ra, odamlar shunchalik qo'rqqanidan va dahshatga tushganidan, hattoki ularning videosini oxirigacha ko'rishga ham yuragi chidamas ekan. Bundan tashqari, ular odamlarni qo'rqitish uchun videolarida maxsus texnikalarni ishlatishar ekan. To'g'risi, men ham ularning videolarini ko'rish maslahat bermayman. Chunki odamni noqulay holatga solishi mumkin. Agar ularning videosini qo'rqmasdan oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, o'zingizni fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.